O'rtoq hozir men ishga ketishim kerak, lekin kimdir mashinamni oldiga mana bunaqa mashinasini qo'yib qo'yibdi. Men bu yoqdan chiqa olmayapman. Bunaqa holatda qaranglar, koreyslarning yaxshiligini oldi tomoniga o'zini nomerini yozib qo'yadi bunaqa qilib. Agar nomerga telefon qilsangiz ko'tarmasa, unda mashinani qulflamasdan ketadi. Ko'rib turganingizdek, mashina ochiq. Hozir buni periparkovать qilib, ya'ni boshqa joyga olib, chiqib o'zim chiqqanimdan keyin yana qaytadan joyiga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Yo'l ochildi, ana endi bemalol ishga ketsa bo'ladi. Ko'p videolarda aytganman, Koreyada joy juda ham tanqis o'rtoqlar, joylar kam. O'zi Koreya kichkina va joylar kam bo'lgani uchun shunaqa mashina qo'ygani joyi yo'q. Shuning uchun mashinasi borlarga juda ham qiyin o'rtoqlar Koreyada. Lekin yaxshi ba'zi shunaqa odamlar mana bunaqa qilib o'zining nomerlarini yozib qo'yadi yoki mashinasini ochiq qoldirib ketadi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'ladi o'rtoqlar. Telefonini ham ko'tarmaydi, mashinasini ham qulflab ketadi. Unaqa holatda iloji yo'q. Taksiga chiqib ketishingizga to'g'ri keladi o'rtoqlar.